Voqifning jangini asosiy jang sifatida e'lon qildi. Endi esa hammaning e'tibori sud qaroriga qaratilgan. Agar Gold oqlansa, yilning eng zo'r shiddatli jangini tomosha qilamiz. Qadrli do'stlar, Gold oqlanishini albatta so'rab qolamiz. Ozodlikka chiqsin va sportni yana qayta boshlasin. Erka bilan Doktor va Gold o'rtasidagi jangda albatta hamyurtimizga omad tilaymiz. Va yana bir eslatma, video yuzasidan albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldiring va like bosing, kanalimiz rivoji uchun obuna bo'ling. Tezda mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard va Humo kartalariga yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Shuningdek, Tezda ilovasi bilan yaqinlaringizni telefon raqami orqali ham pul o'tkazmalarini osonlik bilan amalga oshiring. Hoziroq Play Market yoki App Store'dan yuklab oling yoki video ostidagi havola orqali ham o'tishingiz mumkin. Tezda siz uchun yaratilgan dastur.